Birov bilan yashagan eringiz bilan ajrashib, yana bolalaringizni qo'shib chaqirarmidingiz? Bolalar bahona. Demak, u erkakning xotini bor paytida siz u bilan yashagansiz, keyin xotini bilib qolgan, ajrashib ketgan, endi lip etib tegib oldingiz, u bolalarni bahona qilib chaqiryapti. Chaqirardim. Ko'tingizni ham yetib borardim, ishoning. Siz meni oilamni buzgansiz, tinchgina yashayotgan oilamni. Endi bo'lsam tegib olgan joyingizda men bolalarim bilan qo'shib erim chaqirib olyapman. Boplayapti u ham. Battar bo'lsin. Chaqiraverish kerak. Kerak bo'lsa endi sizni beva qilib o'sha birinchi xotini qaytib kelsin. Jonimizni yoqqanlar, joningiz yonadigan kunni kuting degan kunlar kelibdi sizga asalim. Vaqtida oilani buzgansiz, endi bolalarni bahona qilib chaqirsa deb ko'ra olmayapsiz, chaqiradi. Endi siz xotin bo'lib, xizmat qilib, ana erni qo'riqlash bilan ovora bo'ling. Ana birinchi xotin o'ynashday bo'lib, pulini shilib, bolalari bahona chaqirib olib, sizni tinchligingizni bermaydi. Boplayapti asalim, qaytar dunyo.